Obunachilarimizni sanatoriyaga tekin voucher beraman. Zominda Zamin Forest sanatoriyamizga bitta oilaga bepul voucher qilib beramiz. Aka, yaxshi o'ylabsiz. O'sha narsani kelib turib bizlarni inshaalloh duo qilib ketsanglar, siz bo'lishingiz mumkin. Balki men bilmaymiz. Endi bunga qanaqadir shart bormi bunga? 48 soatda mana shu video 200 mingta like bo'lish kerak. Like yig'sa bo'ldi. Like yig'sa bo'ldi. Boshqa shart emas-a? Shart emas. Unda ularni qanday aniqlaymiz? Misol uchun YouTube'da 48 soatdan keyin 200 mingta like bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasidan aniqlaymiz. Demak, kommentariyada xohlagan gapini yozib qoldirish ham mumkin. Xohlagan gapni yozib qoldirsin. Yana bir narsa, Zominda Zamin Forest sanatoriyamizda bepul voucher yutib olganingizdan keyin 3 mahal pitaniyasi bepul bo'ladi. Shalaylarda dam olish bepul bo'ladi. 12 xil lecheniyasi bepul bo'ladi. Basen, saunasi bepul bo'ladi. Shalaylarda 4 kishilikka yotoq joyi bepul bo'ladi. Demak, 48 soatdan keyin 200 ming like yig'sa, primoy efir qilamiz. Albatta bizlarni kuzatib boringlar. Yutib olsanglar, inshaalloh duo qilib ketasizlar.